Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz chuvalchanglarga qo'shimcha ozuqalar berdik. Mana muddat o'tgan sabzilar berdik. Sizlarga ham tavsiya beramiz. Bu eng yaxshi usullardan biri. Chuvalchanglar shirali narsalarni juda yaxshi ko'radi va muhimi chuvalchang juda tez ko'payadi. Urug'lanish juda tezlashadi. Urug'lar sifati juda oshadi va juda tez ko'payadi. Sizlarga ham tavsiya beramiz mana. Endi bularni ustidan bir og'darib chiqamiz, shu bilan chuvalchanglar yeb yuborishadi bir hafta, 2 haftada. Mana do'stlar, endi hozir zishligini ko'rib chiqamiz. Chuvalchanglar zishligi. Bular endi undan-da ko'proq. Mana bu ona chuvalchanglar, mana tuxumlari ko'ryapsizlar, mana tuxum. Bu endi 2 barobar tez ko'payadi. Nimaga desangiz, ular glyukoza bor. Sabzavotlar tarkibida o'shalardan juda tez oziqa olib, tez ko'payib, tez voyaga yetadi. Shuning hisobiga juda tez ko'payadi. Hammani solingan ozuqalarda juda tez yeb qo'yadi. Ko'proq berishingizlarga to'g'ri keladi keyin. Ko'paygandan keyin. Manaki, mashalloh. Like va podpiskani bosib qo'ying do'stlar. Biz yana ma'lumotlarni ulashib boramiz. Sizlardan ham ma'lumot berishlaringizni so'raymiz. Agar bilsalaringiz kommentariyalarda yozib qoldiring ma'lumotlaringizni.